Assalomu alaykum, hurmatli Bres uchun reaksiya dasturi foydalanuvchilari. Bugungi videoning mavzusi pul mablag'lari qoldiqlarini kiritish. Pul mablag'lari qoldiqlarini kiritish uchun Главный menyusidagi Помощник ввода остатков bo'limiga kiramiz. Ochilgan oynada Ctrl F tugmasini bosish orqali o'zimizga kerakli bo'lgan shotni tanlab olishimiz mumkin. Soздать tugmasini bosish orqali quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada подразделение qismida o'zimizga kerakli bo'lgan podrazdelni tanlashimiz yoki tanlamasligimiz ham mumkin. Keyinchalik добавить tugmasini bosish orqali jadval qismining qatorlari to'ldiriladi. Unda biz quyidagilarni belgilashimiz kerak. Pul mablag'lari shoti qo'lda o'rnatiladi yoki показать все tugmasini bosish orqali tanlashimiz ham mumkin. Subkonta qismida bank hisob raqami kiritiladi. Остаткada esa hisob raqamimizdagi pul miqdorini ko'rsatamiz. Agar tashkilotning bir nechta hisob-kitob shotlari mavjud bo'lsa, jadval qismining alohida satrlari to'ldiriladi. Chet el valyutasi hisob varag'idagi qoldiqlarni kiritishimiz kerak bo'lsa, bank hisob varaqlari ro'yxatida 52 valyuta hisob varag'i ko'rsatiladi. Subkonta qismida esa valyuta hisob raqami ko'rsatiladi. Agar hali qo'shilmagan bo'lsa, soздать tugmasini bosish orqali valyuta shotini qo'shib olishimiz mumkin. Bu uchun birinchi bank infosi kiritilishi kerak bo'ladi. Va bank hisob raqami. Ro'yxatda bizga kerakli valyuta shoti bo'lmasa, spravichniki menyusidan valyuta bo'limiga kirib, soздать tugmasini bosish orqali по klassifikatorу bo'yicha bizga kerakli valyutani tanlab qo'yishimiz mumkin. Valyuta shotini tanlaganimizda valyuta summasi maydonlari ochiladi. Ularda valyuta qoldiq summasi va uning summasidagi chaqilgandagi miqdori ko'rsatiladi. $5000. Bundan tashqari kassadagi naqd pullar, yo'ldagi pullar va akkreditivlarni ham ko'rsatishimiz mumkin. Kiritilgan ma'lumotlarimiz buxgalteriya provodkasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi.